Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 17-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda mansubat ismlar, ya'ni zivar o'qiladigan ismlarga tava bo'lgan ismlar bilan tanishib kelayotgan. Endi biz bugun yana shu mansubat ismlarga tava bo'lgan yangi bir ism bilan tanishamiz. U qaysi deganda mustasna. Endi biz mustasnoni tushunish uchun oldin umumiy jihatda istisnoni tushunishimiz kerak. Bu istisno degan nima? Mustasna degan nima? Mustasna minhu degan nima? Bularni tushunishimiz kerak. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaymiz. Al-istisna. Istisna degan nima deganimizda bu Uyg'ur tilimizda qo'llaniladigan bir so'z. Ya'ni istisna, chiqarib olish degan gap. Ya'ni bir so'zni uning ilgirki so'zining hukmidan yoki uningki ma'nosini qanaqa qilib olish, chiqarib olish. Masalan, Ja'at tullabu illa Muhammadan, Muhammaddan boshqa o'quvchilar keldi desam, kelish degan bu hukmdan Muhammadni qanaqa qildim, chiqarib oldim. Mana bu istisno bo'ladi. Endi buning o'lchamlik arab tilidagi tunishtirilishi istisno deganimiz ihraju ma ba'da illa aw ihda akhawatiha min hukmi ma qablaha. Istisno deganimiz illadin keyingi narsani yoki u illaning qarindoshlarining birasidan keyingi narsani u illadin ilgirki narsaning hukmidan chiqarib berish. Masalan, Ja'at tullabu illa Xolidan. Xoliddan boshqa o'quvchilar keldi. Ya'ni biz illadin keyingi Xolidni illadin ilgari kelgan tullab degan o'quvchilarning hukmidan chiqarib oldik. Ya'ni Xoliddan boshqa o'quvchilar keldi. Kelishdan iborat bu hukmdan illadin keyingi holini qanday qildik, chiqarib oldik. Ya'ni istisno deganimiz illadin keyingi so'zni u illadin ilgirki so'zning hukmidan chiqarib olish. Xuddi Xolidni, ya'ni illadin keyin kelgan Xolidni illadin ilgari kelgan tullabninki kelishdan iborat bu hukmidan chiqarib olganimizga o'xshash. Mana bu istisnoninki tunishtirilishi. Endi bir istisno jumlada mundaq 3 asosiy qism bo'ladi. 3 ruknisi bo'ladi. Arkanuhu, ya'ni istisnoning arkani, ruknisi, ya'ni asosiy qismi birinchidan mustasna minhu. Ya'ni biz istisno oldigan bir so'z bo'lishi kerak. Biz bayatnaqi misolda Xolidni nimadan istisno oldik? Tullabdan istisno oldik. Ya'ni istisno elingan so'z nima deb ataladi? Mustasna minhu deb ataladi. Masalan, ja'at tullab ila Xolidanda Xolidanni biz o'quvchilarning ichidan chiqarib oldik. Ya'ni chiqarilgan so'z nima bo'ladi? Mustasna minhu bo'ladi. Mustasna minhu birinchi ruknisi. Ikkinchi ruknisi mustasna. Biz u illarni ilgirki so'zdan nimani chiqarib oldik? Nimani mustasna qildik? Xolidni mustasna qildik. Demak, unda bo'lsa illardan keyin kelgan so'z, ya'ni illardan ilgirki so'zni chiqarib olgan illardan keyin kelgan so'z mustasna bo'ladi. Ya'ni Xolidan nima bo'ladi? Mustasna bo'ladi. Üçüncü ruknisi istisnalik jumlaniki adatul istisna. Endi bu jumlada mustasna bor ekan, mustasna minhu bor ekan, endi oxirida bunda adatul istisna bo'lishi kerak. Biz istisna qilib chiqaradigan bir vositaga ehtiyojlik bu yerda. Mustasnalik jumlada nimaga ehtiyoj qilamiz? Adatul istisna. Istisna qilib chiqaradigan bir vositaga ehtiyoj qilamiz. Xuddi bu ja'at tullabu illa hamidan degan bu istisnalik jumladagi illaga o'xshaydi. Demak, bir istisnalik jumlada mundaq 3 rukni bo'ladi. Mustasna minhu. Xuddi ja'at tullab illa hamida degan bu istisnalik jumlada at-tullabu mustasna minhu bo'ldi. Ikkinchisi mustasna bo'ladi. Illa Xolidan degandagi Xolidan deganga o'xshash va odatul istisna bo'ladi illa deganga o'xshaydi. Endi odatul istisna degan faqat illa bilan bo'lamdi deganda adawatuhu. Endi bu istisnoning vositalari illa, g'ayr, siva, ada, xala, hasha, laysa, la yakun. Mana bular mushu vositalar orqali biz istisnoliq jumla tuzalaymiz. Ya'ni bularning hammasi adatul istisna bo'la oladi. Istisnoning vositasi bo'la oladi. Xuddi biz illarning o'rniga qo'yib bir so'zni istisno qilib ola olamiz. Endi biz istisnoliq jumlani tushundik va uning arkonlarini tushundik va istisnoning vositalarini tushundik. Endi biz bugungi darsimizga munosabatli bo'lgan, ya'ni mansubat ismlarga tava bo'lgan mustasna haqida to'xtalamiz. Mustasna haqida. Endi mustasna arab tilida 2 qism bo'ladi. Al-mustasna qisman. Mustasna 2 qism bo'ladi. Birisi muttasil. Muttasil degan nima deganda, muttasil deganimiz
mustasna minhuning jinsidan turidan bo'lsa, bu muttasil mustasna bo'ladi. Ya'ni illadin keyin kelgan bu mustasna illadin ilgirki so'zning jinsidan bo'lsa. Qaranglar, ma kana min jinsil mustasna minhu deydi. Muttasil mustasna deganimiz mustasna minhuning jinsidan bo'lgani, masalan, ja'at tullabu illa Xolidan. Bu jumla qarasak, Xolidan degan bu illadin keyin kelgan bu mustasna illadin ilgir kelgan mustasna minhun jinsidanmi emasdanmi? Jinsidan. Unda bo'lsa, bu yerdagi Xolidan degan mustasna qanday mustasna ekan? Muttasil mustasna ekan deymiz. Demak, mustasna, ya'ni illadin keyin kelgan bu so'z mustasna illadin ilgir kelgan mustasna minhuning jinsidan bo'lib qolsa, bu mustasnani biz mustasna muttasil deb ataymiz. İkinci qismi mustasna munqati. Mustasna munqati degan nima deganda dal aksicha, ya'ni mustasna muttasilning aksicha. Ya'ni mustasna minhuning turidan bo'lmasa, bu mustasna munqati deb ataladi. Deydi, ma laysa min jinsil mustasna minhu, mustasna minhuning jinsidan bo'lmagani. Masalan, likulli da'in dawa'un illa al-maut. Har qanday kasalning davosi va o'limdan boshqa. Yani ben ölemni dain degan bu keselden qanday qildi istisno oldim. Ammo bu o'lim degan shu keselning jinsidanmi? Yo'q, bu o'lim degan boshqa gap, kesel degan boshqa gap. Demak, bu yerda illadin keyin kelgan al-maut degan mustasna, dain degan bu mustasna minhuning jinsidan emas. Unda bo'lsa bu maut degan mustasna minhu qanday mustasna? Mustasna nima? Munqati. Masalan, ja'al qawmu illa himaran deymiz. Ja'al qawmu illa himaran. Kishilar keldi, eshak kelmidi desam, illadin keyin kelgan bu himar degan so'z illadin ilgirki qavmning turidan emas. Unda bo'lsa bu himaran degan mustasna qanday mustasna ekan? Mustasna munqati bo'ladi. Endi istisna ikki qism bo'ladi. Yuqorqi mustasnaning ikki qism bo'ladigan tarafi. Ya'ni mustasna illadin keyin kelgan mustasnaning ikki qism bo'ladigan tarafi. Endi tuanda biz istisnaning ikki qismini so'zlaymiz. Istisna ikki qism bo'ladi. Birinchisi tam, to'liq bo'lgan mustasna. Tam to'liq bo'lgan mustasna istisna degan qanday istisna deganda biz bayatdan so'zlagan arkanlari to'liq bo'lib kelsa, ya'ni uningda mustasna minhu qanday qilingan bo'lsa, so'zlangan bo'lsa. Albatta odatul istisna tashlanmaydi. Mustasnami cho tashlanmaydi. Tashlandig'ini buningda mustasna minhu. Agar mustasna minhu tashlanmay bir butun jumlada mustasna minhu barkan, odatul istisna barkan, mustasna barkan buda kelsa, biz bu istisnoni deb ataymiz, tam deb ataymiz. Tam deganimiz ma zukira minhu mustasna minhu. Ya'ni uningda mustasna minhu qanday qilingani so'zlangani. Masalan, hafiztul Qur'ana illa suratul Baqara. Qur'on Karimni yodildim sur Baqaradan boshqa. Demak, sur Baqaradan boshqa Qur'onni qanday qildim? Yodildim. Bu jumlada mustasna minhu qanday qilindi? So'zlandi. Biz suratul Baqarani Qur'onning ichidan oldik. Demak, bu yerdagi mustasna minhu bo'lgan Qur'on so'zlandi. Unda bo'lsa bu istisna qanday istisna ekan? Tam bo'lgan istisna ekan. İkincisi mufarrag. Mufarrag deganimiz dal aksicha. Ya'ni bir istisnoliq jumlada mustasna minhu so'zlanmagan bo'lsa, bu jumlani bu istisnoni biz mustasna mufarrag deb ataymiz. Ya'ni mufarrag deganimiz ma lam yuzkar fihi mustasna minhu. Unda mustasna minhu so'zlanmagani. Masalan, ma jaa illa hamidun. Kamidi faqat hamid keldi. Qaranglar, hamidlam keldi. Demak, bu yerda hamid istisno bo'ldi, mustasno bo'ldi. Bu hamidni nimadan mustasno qildik? Bu yerdagi mustasno minhu yo'q. Demak, bu jumlada, bu istisnoliq jumlada mustasno minhu so'zlanmadi. Mana shunga o'xshagan istisnoliq jumlada mustasno minhu so'zlanmasa, bu jumla istisno mufarrag deb ataladi. Endi biz mustasnoning ikki qismga bo'linganligini bildik. Ya'ni muttasil va munqati' deb. Istisnoning ikki turga bo'linganligini bildik. Ya'ni tam, mufarrag deb. Endi biz mustasna, ya'ni illa bilan bo'lgan mustasnoningki hukm haqida so'zlaymiz. Zavar o'qilamdi, pesh o'qilamdi, zar o'qilamdi. Endi illa bilan bo'lgan mustasna, ya'ni biz istisnoliq jumlada illani ekib turib, qanday qilgan bo'lsak, istisno qilgan bo'lsak, bu illadin keyin kelgan mustasna nima o'qiladi deganda, birinchi xil holati vujubun nasb.
zivar o'qish. Zivar o'qiymiz. Qanday vaqtda zivar o'qiymiz deganda idza kana al-mustasna muttasilan tamman mujaban. Agar mustasna muttasil bo'lsa, tam bo'lsa, mujab bo'lsa, zivar o'qish vojib. Endi agar mustasna muttasil bo'lsa degan nima degan gap? Muttasil bo'lsa deganimiz mustasna minhuning jinsidan bo'lsa. Tam bo'lsa deganimiz-chi desa, u jumlada mustasna minhu so'zlangan bo'lsa, mujab bo'lsa deganimiz u jumla bo'lishliq bo'lsa. Masalan, hadarat tullab illa hamidan. Hamiddan boshqa o'quvchilar hozir bo'ldi. Bu jumla qarasak, mustasna muttasil ekan. Ya'ni Hamid shu o'quvchilarning birisi, o'quvchilarning turiga tava. Demak, muttasil ekan. Ikkinchidan tam ekan. Ya'ni buningda mustasna minhu so'zlanibdi. At-tullabu degan mustasna minhu so'zlanibdi. Unda o'zi tam ekan. Uchinchidan mujab ekan. Ya'ni bu jumla bo'lishliq ekan. Ya'ni buni oldidan nafining ma'nosi kelmabdi. Ya'ni bo'lishliq qiladigan bir omil kelmabdi. Demak, bu jumla mujab ekan. Mana shuningdek muttasil bo'lsa, tam bo'lsa, mujab bo'lsa, illadin keyin kelgan mustasnoni zivar o'qish vojib. Mana bu bizning bugungi, ya'ni mansubat ismlarga tava bo'lgan tarafi. Endi yana qanday o'rinda mustasnoni zivar o'qish vojib bo'ladi deganda, ikkinchidan mustasna munqati bo'lsa. Munqati bo'lsa deganimiz mustasna minhuning turidan bo'lmasa, mayli bu jumla mujab bo'lsin yoki g'ayri mujab bo'lsin, zivar o'qish vojib. Mujab bo'lsin yoki g'ayri mujab bo'lsin degani, mayli bu jumla bo'lishliq bo'lsin yoki bo'lishsiz bo'lsin. Masalan, hadarat tullabu illal mudarrisa. O'quvchilar hozir bo'ldi, o'qituvchidan boshqa. Demak, o'qituvchidan boshqa o'quvchilar hozir bo'ldi. Endi bu jumladagi al-mudarrisa degan bu mustasnoni biz zivar o'qish vojib deymiz. Nima uchun? Chunki zivar o'qish vojib bo'lganning ikkinchisi mustasna munqati bo'lsa, ya'ni mustasna minhuning turidan bo'lmasa, ya'ni bu yerdagi al-mudarris o'quvchining turidanmi emasmi? Emas. Demak, mustasna minhuning turidan bo'lmasa, bu vaqtda o'qish vojib bo'ladi, zivar o'qish vojib. Mayli bu hadarat tullabu illa al-mudarrisa deganga o'xshash bo'lishliq jumla bo'lsin yoki ma hadarat tullabu illa al-mudarrisa deganga o'xshagan g'ayri mujab, ya'ni bo'lishsiz jumla bo'lsin, ya'ni mustasna munqati bo'lib qolsa, yana zivar o'qish vojib. Mana bu illa bilan bo'lgan mustasnoningki zivar o'qish vojib bo'lgan o'rni. Shu ikki xil. Endi mustasnoningki zivar o'qisaqma bo'ladigan va ilgirisiga, ya'ni mustasna minhuga agashtirib, mustasna minhu nima qilgan bo'lsa, shu o'qisaqmi bo'ladigan mundaq bir xil yo'li bor. Javazun nasbi val itba' deydi. Ya'ni zivar o'qish va agashtirish to'g'ri bo'ladigan tarafi. Ya'ni mustasna minhuga agashtirib, mustasna minhu zivar o'qilgan bo'lsa, zivar, bash o'qilgan bo'lsa, bash o'qisaq bo'ladigan tarafi bor. U qaysi deganda, idza kana al-istisna tamman g'ayra mujab. Agar istisna tam bo'lsa degan nima degan gap? Ya'ni mustasna minhuning turidan bo'lsa, lekin g'ayri mujab, bo'lishsiz bo'lib qolsa. Masalan, ma hadarat tullabu illa hamidan. Mana bu yerda ma hadarada bu jumla g'ayri mujab bo'ldi, ammo hamidan o'quvchilarning turidan. Demak, bu yerda tam. Mana mustasna tam bo'lib, g'ayri mujab bo'lib qolsa, zivar o'qisaqma bo'ladi mustasnalikqa asosan. Ya'ni mansubat bo'ladi mustasnalikqa asosan va at-tullabu deganga agashtirib hamidun deb pash o'qisaqma bo'ladi. Chunki bu yerdagi mustasna minhu at-tullabu fa'il. Hadara degan fe'lning fa'ili shunga pash o'qilgan. Endi bu yerdagi hamidunni at-tullabga agashtirib pash o'qisaqma bo'ladi. Qanday vaqtda istisna tam bo'lsa, ya'ni mustasna minhuninki turidan bo'lsa, ammo bo'lishsiz bo'lib qolsa, ikki xil yo'l to'g'ri. Ya'ni zivar o'qish yoki agashtirish. Mustasna minhuga agashtirish. Endi uchinchi xil holati illa bilan bo'lgan mustasnoningki omilning e'tibori bo'yicha. Ya'ni omil nimani taqozo qilsa, shu bo'yicha o'qiymiz. Qanday vaqtda istisno mufarrag bo'lsa. Endi bu mufarrag degan nima degan gap? Biz buni bayatdan tushuntirib bo'ldik. Ya'ni mustasna minhu so'zlanmagan bo'lsa. Masalan, ma jaa illa hamidun.
Ama omilning taqozosi bo'yicha o'qiymiz. Omilning taqozosini qanday bilamiz deganda, bu jumlada illoni ilib etsak, illodan keyingi so'z nima bo'lsa, illodan keyinmi shundoq bo'ladi. Masalan, ma jaa illa hamidun biz bu yerda omilning e'tibori bo'yicha hamidun deb o'qiymiz. Nimishqa ma jaa illa hamidun. Bu yerdagi jaa degan fe'lninki fa'ili kim o? Hamidun. Agar illa bo'lmagan bo'lsa-mu, bu yerda hamidun fa'il bo'ladi. Demak, bu yerda illo yo'q deb tasavvur qilib turib, omil nimani taqozo qilishi o'qiymiz. Bu yerda ma jaa illa hamidun illoni yo'q holatda taqozo o'ylasak, hamidun pashi qiladi. Shuning uchun pashi o'qiymiz. Ma sa'altu illa hamidan. Bu yerda illoni yo'q holatda tasavvur qilsak, ma sa'altu hamidan deb zo'r qilibdi. Hamda bu yerda mufarraq bo'lganlik uchun, ya'ni mustasno minhu so'zlanmaganlik uchun illo kelgandan keyinmi nima qiladi? Zo'r qiladi deymiz. Chunki sa'altu degan bu yerdagi jumlaning o'rni sa'ala fi'l tu fa'ila hamidan chun maf'ulun bihlik o'rnini taqozo qiladi. Mattasaltu illa bi hamidin. Bu yerda hamidin zo'r qildi, chunki beshiga kelgan omilninki sababidan beshiga kelgan omil zo'r qilishni talab qiladi. Shuning uchun zo'r qildi deymiz. Mana bu mustasnoninki illo bilan bo'lgan mustasnoning hukmlari. Birinchidan zo'r qo'sh o'rni vojib bo'ladi. Ya'ni zo'r qo'sh vojib bo'lgan o'rin. İkinciden zıvar oqsaqmı yoki ilgirisidagi mustasno minhu agashtirsakmi bo'ladigan ikki xil yo'l to'g'ri o'rni. Uchinchisi omilning taqozosi bo'yicha. Beshidagi omil nima o'qishni taqozo qilsa, shu bo'yicha qanday qilamiz? O'qiymiz. Endi biz g'ayra va sivonni odatul istisnoning qatoridan sanadik. Endi bu g'ayra siva bilan bo'lgan istisnoning, ya'ni mustasnoning hukmi qanday bo'ldi? Uni qanday o'qiymiz deganda bu illoga o'xshamaydi. Buni izzofat bilan zir o'qiymiz. Ya'ni g'ayrini muzof, uningdan keyin kelgan mustasnoni muzofini ilayh deb nima o'qiymiz? Zir o'qiymiz. Masalan, ja'at tullabu g'ayru hamidin. Bu yerda hamidin nima o'qiymiz? Mustasnoni zir o'qiymiz. Nima uchun? Muzofin ilayh deb turib. Bu g'ayrani nima o'qiymiz unda bo'lsa? G'ayru deb o'qamdiq, g'ayri deb o'qamdiq deganda, mushu jumlaning o'rniga illo bilan kelgan mustasnoni akab turib, illo bilan bo'lgan mustasno nima qilsa, g'ayrining i'robi shu bo'ladi. Ya'ni illo bilan bo'lgan mustasnoning hukmini g'ayriga beramiz. Shunga astiga ja'atullohu illa hamidan. Demak, illo bilan bo'lgan mustasno bu yerda nima qildi? Zvar o'qilibdi. Bu yerdagi g'ayriga shu illo bilan bo'lgan mustasnoning hukmini berdi o'qiymiz. Shunga ja'atullohu illa hamidan degan jumla akab qo'ydim. Demak, g'ayri bilan bo'lgan siva bilan bo'lgan mustasnoning hukmi izofatlikka asosan nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Ja'atullohu siva hamidin, ja'atullohu siva g'ayra hamidin deganga o'xshaydi. Deydi, yu'rabu g'ayru ka i'rabul mustasna bi illa deydi. I'rab beriladi, harakat beriladi, g'ayr illa bilan bo'lgan mustasnoning i'robiga o'xshash i'rob beriladi. Ya'ni illa kelib illodan keyingi mustasno qanday qilgan bo'lsa, shu jumladagi g'ayriga shu illo bilan bo'lgan mustasnoning hukmini beramiz. Illo bilan bo'lgan mustasno zivara qilsa, g'ayrini zivara qo'yamiz. Illo bilan bo'lgan mustasno pashi qilsa, g'ayrini uchun pashi qo'yamiz. Masalan, ma jaa g'ayru hamidin, ma sa'altu g'ayru hamidin. Endi bu yerda nima uchun bu ikki jumlaning birinchisida pashi qo'ydik, ikkinchisida zivara qo'ydik? Chunki illo bilan bo'lgan mustasno agar mufarraq bo'lib qolsa, ya'ni mustasno minhu so'zlanmagan bo'lsa, omilning taqozosi bo'yicha o'qiladi. Endi bu yerda ma jaa g'ayru hamid degan bu jumlada istisno mufarraq, ya'ni mustasno minhu so'zlanmagan. Shuning uchun bu jumlada omilning taqozosi bo'yicha o'qiymiz. Illodan keyin kelganni omilning taqozosi bo'yicha o'qiydik. Shu hukmni biz g'ayrining o'ziga beramiz. Shun g'ayrini ma jaa g'ayru hamidin deb bu jumlada ja'aning fa'illik qilib nima qildi? Pashi qildi deymiz. Ma sa'altu g'ayru hamidinda bu g'ayrini maf'ulun bih qilib sizlar o'qiymiz. Chunki bu yerda istisno qanda mufarraq, ya'ni mustasno minhu so'zlanmagan. Demak, g'ayriga illo bilan bo'lgan mustasnoning i'robiga o'xshash i'robni beramiz. Endi xala, qada, hasha bilan bo'lgan mustasnoning hukmi qanday bo'ladi deganda, agar biz buni fe'l deb e'tiborga olsak, zo'r o'qiymiz. An-nasbu ala annaha af'al madi. Endi biz buni fe'l madi deb e'tiborga olsak, zo'r o'qiymiz. Keyindan kelguncha maf'ulun bih bo'ladi.
maf'ulun bih. Bunun tegidagi zamirsi yushurun fa'il bo'ladi, u mustasna minhuga qaytadi. Masalan, qataftul azhara adal warda. Guldan boshqa chechaklarni uzdim. Bu jumlada adani boshqa deb istisno shaklda tarjima qilamiz, ya'ni odatul istisno shaklda tarjima qilamiz. Adadan keyin kelgan so'zni biz zibar o'qiymiz maf'ulun bihlikka asosan. Zayyantul ghurafa khala ghurfatan. Bir yataqdan boshqa yataqlarni zinatladim. Bu yerdagi khalamu o'xshashlab, ya'ni modida odatul istisno bo'ladi, ghurfatan maf'ulun bihlab zibar o'qiladi. Zurtu madarisal hayy hasha madrasatan. Hasha madrasatan. Bu jumladami bir maktabdan boshqa mahallaning maktablarini ziyorat qildim desam, hashani biz fe'l modida keyin nima qilamiz? Zibar qilamiz. Endi bu agar biz xala, ada, hashalarni fe'l deb e'tiborga olsak, beriladigan hukm. Ya'ni fe'l deb e'tiborga olsak, keyin maf'ulga asosan nima o'qiymiz? Zibar o'qiymiz. Endi biz buni fe'l deb e'tiborga olmay, harf jar deb e'tiborga olsakchi desak, al-jar ala annaha ahrufu jar. Zir o'qiymiz agar bularni biz harf jar deb e'tiborga olsak. Ya'ni bu xala, ada, fe'l deb e'tiborga olsakmi bo'ladigan, harf deb e'tiborga olsak, ya'ni harf jar deb e'tiborga olsakmi bo'ladigan so'zlar. Shunga agar buni zibar deb fe'l deb e'tiborga olsak, zir o'qiymiz. Harf jar deb e'tiborga olsak, bundan keyin kelgan so'zni biz zir o'qiymiz. Masalan, qataftul azhara adal wardi, zayyantul ghurafa khala ghurfatin, zurtu madarisal hayy hasha madrasatin. Ikkili xil yo'lchi to'g'ri. Ammo arablarning qo'llanishida khala bilan adani fe'l deb e'tibor qilib keyin zibar o'qiydigan, hashani ada bilan hashani fe'l deb keyinlikni zibar o'qiydigan, xalani harf jar deb zir o'qiydigan ahvollar ko'p. Ammo buni qanday qo'llansak bo'ladi? Buni fe'l deb keyinlikni zibar o'qisakmi bo'ladi? Harf jar deb keyinlikni zir qilsakmi bo'ladi? Qanday bo'lmasin bu odatul istisno, ya'ni istisno qiladigan vaslarning qatoridan tarjimasi yana boshqa degan tarjimani qilib beramiz. Endi bu xala bilan adaning beshiga ma qilgan ahvollar bor. Ma xala, ma adada. Ada xala bo'lganda u fe'l deb e'tiborga olsakmi bo'ldi ekan, harf jar deb e'tiborga olsakmi bo'ldi ekan. Ma xala, ma ada bo'lgan vaqtcho deganda buni biz yana ma xala, ma ada bilan bo'lgan mustasnoni istisnolarga asosan nima o'qiymiz? Zibar o'qiymiz. Masalan, ja'at tullabu ma xala hamidan, ma ada hamidan deganga o'xshagan. Istisnolarga asosan nima o'qiymiz? Zibar o'qiymiz. Endi odatul istisnoning ikkisi qoldi, biz so'zlamagan. O qaysi? Laysa la yakunu odatul istisno bo'ladi dedik. Laysa la yakunu odatul istisno bo'ladi dedik. Endi bu laysa la yakunu bilan bo'lgan mustasno qanday o'qildi deganda, biz laysa degan qanday fe'l naqis, kana degan bo'lsa fe'l naqis. Buni fe'l naqis shaklda muomala qilamiz. Ya'ni buningdan keyin kelgan mustasno nima qiladi? Zibar qiladi. Nimalikka asosan? Istisnolikka asosan yo'q. Laysaning xabari la yakunning xabari deb. Buning ismisi laysaning tegida yushurun, la yakunning tegida yushurun. Buningdan keyin kelgan mustasno buning xabarlikka asosan fe'l naqisning xabarini nima qiladi? Zibar qiladi. Shuni zibar qildi deymiz. Ya'ni an-nasbu ala annahuma xabarun lahuma. Ya'ni o'shkisning mustasnosini o'shkisning xabari deb zibar qo'yamiz. Masalan, qamal qawmu laysa zaydan, qamal qawmu la yakunu zaydan. Qumtu de zayd emas. Qumtu de zayd emas. Ikkilasi emas deb tarjima qilsak bo'ladi. Zayd bo'lmaydi degan gap, zayd emas degan gap. Endi biz illoning odatul istisno deb bilgandik, g'ayrini uchun odatul istisno deb bilgandik. Bu illa istisno uchun keladi. G'ayri uchun bu ko'pincha hollarda odatul istisno emas, bir sifat bo'lib keladi. Deydi, al-aslu fi illa an takuna lil-istisno. Asli istisnoda istisno uchun bo'lish, ya'ni istisnoningki odati vositasi bo'lish, bu asli qoida illadiki.
va g'ayridagi asli qoida sifat bo'lish. Bu asli qoida. Qad tuhmalu ihdahuma ala al-ukhra. Ba'zida ya'ni u ikkisining birisi yana birisiga hamla qilinadi degan gap. İlla sifat uchun, g'ayri uchun, odatul istisno uchun bo'lib qoladi. Fayusafu bi illa. Illa bilan sifatlanadi, g'ayri bilan istisno qilinadigan ahvollar bor. Masalan, law kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata desak, bu yerda law kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata. İlla degan bu yerda xuddi g'ayriga o'xshash sifat bo'ldi deymiz. Alihatun illalloh deganki, illa bu yerda alihatun nima bo'ldi? Sifat bo'ldi deymiz. Demak, asli qoida illa istisno uchun, g'ayri uchun sifat. Ammo illa sifatu g'ayra istisno bo'lib chiqadigan ahvollar uchun bor deydi. Xuddi law kana fihima alihatun illallohu lafasadata. Ya'ni law kana fihima alihatun g'ayrullohi. Bu yerdagi g'ayr alihaning nima bo'ldi? Sifati bo'ladi. Illa alihaning nima bo'ldi? Bu yerda sifati bo'ldi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.